Bugun sizlar bilan mega shokoladniy Matilda tortini qilamiz. Bizga kerak bo'ladi 3 ta tuxum, 1 stakan shakar, yaxshilab aralashtiramiz. 1 stakan подсолнечное масло qo'shamiz, 1 stakan sut, bitta pachka разрыхитель, 2 stakan un, yarim stakan kakao solib, shunaqa massa holatiga keltirib, massamizni qolipga solamiz. Keyin 200 gram sливочное masloni eritib, yarim stakan kakao и 1 litr squshonniy молоко solib aralashtirasizlar. Qo'shlarimizni 3 ga bo'lib olib, haligi tayyorlagan massamizni solib chiqamiz. Ustiga ganash qildim. Ganashga 100 gram qaymoq, bitta plitочный shokoladni eritib qo'yib yuborasizlar. Keyin bitta shokoladni to'g'rab, shunaqa qilib ustidan sepamiz. Matilda tortimiz tayyor.